Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim, ichki ishlar xodimlari, departament xodimlari, sizlarni iltimos qilib so'rayman. Mana shu murojaatimni ko'rib chiqinglar. Meni guldaygina begunoh bolamni Toshkentdagi Sampi vanisasidagi mana bu Abdulaziz degan talaba yigit bilan mana bu Nodir degan doktor uyida o'tirib meni bolamga ukollar qildirib mana bu talaba bola qildi, o'ldirib berdi. Iltimos menga yordam beringlar. Men bolamni u yerga olib borgandim, balisaga. Mana operatsiyadan oldingi holatlari o'sha balisada tushgan. Hech qanaqa ko'kargan, bir hansiragan, hech qanday bezovtaliklari yo'q edi. Soppa-sog' edi bolam. Mana shu Nodir degan bolangni operatsiya qildirmasang bo'lmaydi deb qo'rqitib, meni o'ziga chaqirib olib, bolamni operatsiya qildirdi. Operatsiyadan chiqqan kunlari rosa holati yaxshi edi. Mana komaga tushmagan, o'zini holatida faqat ishgan. Bir sutka siymadi. Badanchalari ishib ketgan, operatsiyadan chiqqan holatlari. Shu bir kecha siymadi, badanlari boshqacha desam, har xil ukollarni qildirib, o'zi uyida turib, mana bu Abdulaziz degan talabaga ukol qildirib 3-4 soat ukol qildirib, oxiri badanlari qoraygan, ko'kargan holatda olib kirib ketib, mana bunaqangi koma holatiga tashlab 2-3 soatdan keyin bolangiz o'ldi deb o'ligini berdi. Yana o'ligini berishda meni o'g'limga tirik bolani banisadan olib chiqib ketyapmiz deb mana bunday holatda ko'karib ketgan, lavlari, ko'zlari hamma yoq qorayib ketgan holatda bolajonimni o'ligini berdi. Bularga qonuniy chora ko'ringlar. Menga qo'lingdan kelganini qil. Meni og'rigimni paslataman deb o'ylama. Senga o'xshagan shantajlarni ko'pini ko'rganman deydi. Men shantajlik qilganim yo'q. Mana haqiqatni aytyapman. Bulardan jabr ko'rganlar bitta men emas. Mana onalari jo'natyapti. Mana shu qizchani ham o'ldirgan, operatsiyadan chiqmagan, mana deyapti, daji operatsiya stolidan uyg'onmagan. Yana bitta qizcha, mana bu qizchani ham o'ldirgan, operatsiya qilgan. Undan boshqa yana juda ko'p bolalar, hammasini o'ldiryapti bular. Bularga qonuniy chora ko'rishingizni iltimos qilaman. Hurmatli prezidentim, iltimos, ana shu 12 ta viloyat ko'rsin. Hech qaysi onalar bizga o'xshab farzandog'ida kuymasin. Adashib o'sha Toshkent shahri Sampi vanisasiga bolalaringni olib bormanglar. Ular oq xalat kiygan vahshiy qotillar ular. Umid bilan bolamni olib borib, armonlar bilan o'ligini olib qaytib keldim. Prezidentim, menga yordam bering. O'zbekistonda adolat borligini, haqiqat borligini ko'rsating bularga. Bular o'ylayapti, kambag'allarga haqiqat yo'q, faqat puli bor boylardagi zamon. Menga o'xshagan zo'rlarni zamoni deb o'ylayapti. Bunga jazo ko'ringlar. Iltimos sizlardan. Mana Nodir Ibragimov, mana o'zi Abdulaziz Karimov ekan. Bular Instagramlarda Xitoylarda o'qiganmiz, Koreyalarda o'qiganmiz, operatsiya qilyapmiz deb hammasini ko'rsatyapti. Lekin o'lgan bolalarni 10 ta bolani olib kirib ketdik. 5 tasi, 6 tasi o'lib chiqdi deb ko'rsatgani yo'q haqiqatni. Shularni yoritib beringlar, iltimos prezidentim. Bolamni haqqi uchun sizdan o'tinib so'rayman. Jazosini olish kerak. Bu shunchaki o'lmadi, bu o'sha ukollardan reaksiya berib o'ldi. Yordam bering menga, iltimos.